Tracker 1 avtomobili. Bunda bo'lgan muammosi mashinada suv qizib ketgan, temperaturasida ancha muammosi bor ekan. Tracker 1 avtomobillarda suvning gradusini hech qanaqa ko'rsatmaydi. Tablolarda ham hech qanday graduslar yo'q. Hech qanaqa suvning graduslarini ko'rsatmaydi. Mana menyularni o'tkazgan paytimizda ham bu yerda hech qanday suvning graduslari yo'q. Balon davleniyasi, moyda foizi shu 3 tagina funksiyasi bor, lekin suvning gradusini ko'rsatmagandan keyin mashina qizib ketgan holatini bilishda iloji yo'q. Hozir biz hech qanday sim ustanovka qilmasdan turib, через kompyuter orqali programmalarni qilib beramiz. Tablolarga motorning gradusini birga-bir ko'rsatadi. Bizning Tracker avtomobilimiz bo'ldi. Mashinada programma orqali o'zlarini graduslarini tabloga chiqarib berdik. Inshaalloh zavat qilamiz. Zavat qilgan paytimizda keyingi funksiyasiga olamiz. Mana hoppa. Temperatura hajlash yetkazdi. Motorning temperaturasi 84 gradusda turibdi. Shu gradusga qarab mashinani motorning graduslari nechida ekanini ko'rsa bo'ladi. Yana bu tablolariga yana funksiyalar yoqib berganmiz. Mana hozir zaryadlar necha berib ketyapti, o'shani ham bilsa bo'laveradi. Korobkani ichidagi temperaturasini ham ko'rsatadigan funksiyalarni ham yoqib bergan. Bizda faqatgina Tracker avtomobili emas, Cobalt avtomobillarini ham suv graduslarini tablolarga chiqarib beramiz через programma orqali. Hech qanaqa sim o'rnatilmaydi. Cobalt avtomobillariga oldinlari biz yoniga o'rnatib berardik, o'sha orqali ko'rib yurishadi. Lekin hozirgina faqatgina 15 minut vaqt ketadi, programma orqali to'g'rilab beraveramiz. Bizga pastdagi raqamlarga aloqa qilsalaring, har doimgidek sifatli shu bilan birgalikda garantiyalar qilib beramiz.